Valla qaytib kel. Chamad ey. Men kirgan vaqt uchun necha to'sh kayfiyat bo'lib ketdi. Pastga tushdik. Shuda yana odamgarchilik qilib chiqdi Shuhrat chiqib. Adash, endi mayaqni kelib mayaqni qaytadan bo'lib qoldinglar. Zahardek tegib o'tdi sizga. Abamiz yana bir hafta turinglar adash deydi. Nega borimizdikni biz? Mayli bo'lmasa atsam. Unda degan bilan Murat sal nima qotdi dedi. Murat yamoncho bo'lani. Bo'ldi biz qaytaylik adash. Rahmat sen jiq avar qildik jinim ag'inam. Deb bu Rustam ikkimiz uyadimi chiqib ketdik. Hilqi Lyangzning kinosiga otiylar biz. Ketib parimiz ikkimiz bir-birimizni yetib, noshitimi qilmadik-da, numus qilibchi. Qanday noshit qilsa, numus kuchingdan. İşimde o'ylab ketib barman, men yana biraz to'nqaq edim meni. Ro'zaxonni deb qasir tutdi-chu ishim. Birisi bir to'nib ketdi meni deb. Ketib berib. Nima desa, ro'zaxonni dedimi? Ro'zaxonni dedimi sen? Yo'q, qo'y, jumaxonni deyapti. Lag'on, ro'zaxonni dedimi? Nimaxonni dedi qo'ysam. Taxonni dedi. Lan, ro'zaxonni dedi qo'ysam. Yo'q, qo'y, tavuzchi bo'lan qo'y deb baqiribdi. Ro'zaxon emas. Bo'lan qo'y degan gaplar ro'zaxonlik ekan. Ketib parimiz. Qasaq degan Sham. Rustamni urg'imli keladi juma. Desabdatgim keladi. Nima po'xyab kelib oldim? Nima tiklash menga igilikni deb. Uningga men yaxshi ko'ngildi deb, ya'ni to'g'ri tushunma, aqrashtamib, kashqurun soat 7 bo'ldi. Samba deb qarmayga basanglar ko'rsa, qarmayning samba deb bir cho'ng, bir shangchang va baza. Shu sambani oldida bir o'rindiqda o'tadik-da, qalb degan gazvoqlab ketdi. Endi g'azan o'sim yeyli degan kelib bo'lganman. O'rindiqda o'tirdim. Bütün xiyolimda shu g'azibim bor. Kechni nima deyatamiz deb o'tirsam tulpunim sayrab ketdi qara. Vay, Shuhrat ag'inam chidamabdi axir menga. Yenike deb olsam dadam urgan tulpun keldigine qara. Endi olay desam, nima deyman endi? Uyliklamizda deb chiqib ketgan. Amay desam bu dadam. Men turib ketib borman. Endi shu chaqdagi hissiyatni ustiga depasam, Şinjanning burungi bir ta'sirli kinolari bor-ku. Ashuningda menga o'xshash bir personaj ashtaq yegi kelgan chaqda chiqadigan bir muzika bor. Ne şu hissiyat. Can tutmay aldı ama oğul valla deb. Ya dada, maqsa. And asli ya dada dedim ba. Ya dada, ya balam. Voy, ya qanday vaqtda iyiliklarni tishlab oldinglarmi? Voy, tishlab oldik dada, biz kelsakmi tishlakli iyilik ishlayapmiz biz. Vay, bu qarmaydi iyilik dadasam. O ya balam, diqqat qilinglar, uşaq olabay tishlamanglar iyilikni. Qani bo'ldim, biz qo'ymisan. Ular qarab tiklay, ey. İşlerine yaxşımı da, vay işler dehşet o't da. Ya balam, bizning qo'shnilarni baldir kelibdi-ku, seni o'sha qarmoq iyilik tiklab ketdi deb. Shu ishchi, pishchi olamsizlar deydi-ku, qanday odam olamsizlar? Zavqinglarga deydi. Shuni nim deyman, ya dada biz endi mayadim shu zavodda ishlaydigan kinishkisi bor, bolalardan 5-6 ni yeyapti emas dada. Ularni bu da sexni yo'qotgan chaqda alay. Marketim turib tursa, ma'qul. Ya tamoqni qanday qilyapsizlar? dedi-da. Nim deysan endi tayyor cho'p yeb uylaydidik, digil olmaydi. Ya dada, tamoqni men aytganligim shu Petermanta. Aytgan choy, go'shtlanmishlar bilan, tushligi yana shu polo, shu yangangro, shu somen pomen, musho, kashqurullik, kavob, samsa, dapanji desam, ya balam, to'rtta istiblarda yo'g'on cho'p ketmay javob rozaqmasa deb qo'ya. Kashqurullik endi biz suyu salang yanglar balam bo'lsa, tangli bo'lib ketsa. Apam veremem dedi. Apamga bardash veremeymen de hem de o keyfiyatimda. Bo'ldi apam ben ayrım buraya hazır iyilik kelib qolgan shuru olaydi dedi. Qo'yversam, Rustam, biz ashtaq yavatımızmı? Samsularni yavatımızmı? Qordaqlarni dedi. Yavatımız-ku. Qarmayga berib bunda aylandigan o'rindiqda o'tirsa devidan 15 kun toza aylandi qarmayni. Ishki mashinang bo'lib ketdi devidan optuzlarim bo'lib ketdi meni.
çaylar pıtırın tökülüp gidiyordu dedim. Yüz tökülüp bol diye Rüstem. Şunda keyfiyatımını tutup. Davuliylaşıdak halimi yok. İşte otasak bir bado maşin kendime çakı var. Bir bado maşin kepla çavuşunu aldı da to'xta dedigine to'xta dedi Rüstem. Ama Rızaxın kelgösü de bizning açtaq badolarımız bo'lib ketdi dedi. Terikishimni ifodalayapti buningga. Mening deganim kelgusida badoni nim qilsa, hozirgi yeydigan bir siqim dadoni topqini tavadim deymi? Xin o'tiratdim da bu badoning bir sho'piri tushib, men taraf qara. Bunda qarab kiyotdi bu men qarab. O manga mındaqlı qara qo'ygan odamga men mushta qarab turman-da. To'shangdagi rasmdek turib turman. To'nuvason debchi. To'nivet. Bir ton jinim aka, ton. Bir to'nivetkina. Ya sen yılgı Gulcit'ke roza okumalı dedi bu. Rüstem, aka! 100% roza okumuş o. Çak laylay salçak. Tonum. Ton demez. Bıdı şu. Ahire mecbur tonu tık bu adamga. Ya sakam sen bilen yılgı Gulcit'ke nimpangның dedi. O aka nasıl pangını bir otadık o. Şu toğır çıkıttı sen. Yılgı nemine dedi. O şu Nimet akamның toyda otadık. Toğır çıkıptı qara təlimge. Bu yakki kapsan o dedi. Yani çan tutmadım. Andi akam avo meniki Şöhret'te bir Abduzaydaga agıynan battı. Şu balısının toyunu qıptike, şunun toyuğu kelgen. Nim deyim de. Aşkıp üleydi tok aka demdim, hazır uçarışqa adamga. Şunun toyunu ayınlap, şu toylarını tüktep aka hazır mıdak, adık-badıklarını, çılaklarını tüktep. Mıdak ayınlap çıkan şu toydun desem. Sakam, emsem mıdak Ruzaqın senin yaxşı-yaxşaqlarını şu çağda biz anılgan Jeliznoyada. Yaxşıke kapsa sakam, tonuşup kaldık. Keşte menin bir meymallarımga sağan bir desxinim battı. Şunu qatnashpagan bo'lsang dedi de. Endi manga hayatımda undaq peyzga pushurmaydi. Şuna yançan tutmay. Rüstem emsi ballarning ishini qanday qilamiz, uni qoldirib o'tamdi o'xsam. Voy baba, baldiq qilgina dedi. Mushakimizga barimiz bo'ldi. Napoleon Hill'nim dedi. Kontonishda eng tonish yaxshi dedi. Bo'ldi mushakimizga baraylik desam. Qo'sa qandaq dedi de. Qo'singlar qandaq deydi, endi hozir to'ydan chiqdik deb osh deyman ma. Satqo. Ama hozir to'ydan chiqdik, qo'saq sal ör akasam. Amsal aka mayt azrab ishini bilan evalayli. Enigayda o'tirishib ketimiz deb, shu sen bosh chavushining ichiga kirdi. Chavushiga kirdik. Taransh ketib bordi. Qarsam Rüstem yo'q. Bayqush onda yega tayya cho'plarni tizqibga eshik berib turibdi. Bizga refleks bo'lib ketibdi tayya cho'pchi. Yeliyversen kalanı zudun ekititke şaka. Qo'singlar to'xusa saqam debdi bizga qara. O'sha soda suydi ilishkini ipadi. Soda suyuning peyzini ko'rmasang osh qilsaq ich. O tamaq singirish emas, oshqozoningni pushqug'ingdan chiqarib yitirgan o. Loz bo'lib ketbarmiz-da biz. Shuna u yerdan birindan oldi, mashinasining kayniga soldik. Amsa saqam mundaq endi o'tirish men bugun Sayibxon. Endi ayada men Sayibxonga keldim, iste'mol qilib qolmasam, tamoq yelamayman sonunda. Men bir lag'mandan birini urib olay. Sizlar bilan paranchib soda suyuqlar ichib o'tirib qolsanglar, anchkin ketsa deb. O bir zulmga, bir ashxonaga kirdi bir lag'manxonga. O'timiz Rüstem degan tip o'tirdim. G'azib ichib bordi Rüstemdan. Taqtaqna bir amal qilmayman, jimtiqna. Deydi qaldık biz. Ya lag'mandan birini sizlarga cho dedi. Bo'ldi deyishim kerak qo'yam dedi. Osh deymanmi? Bo'ldi aka. Lag'mandan birini dedi. Bir lag'man chiqdi qara. Titrab cho'p degan ay yanıyor degan inchik to'tpishak turib. Mishta qo'rg'i go'sht deb samsaq palak, qip-qizil mayliq ay bir ta cho'pi maydamada chiqib turdi qara. Ay şu oş çöpten çıkıp yavasan ilkin. Dehşet olup gitse andi.
Aptapdan saqlash, namlik saqlash, nuqson yetish, teri ozuqlash önümiga ega bo'lgan Paridio. Nemekena tartoq. Tartoq, tartoq. Birinchisi ko'p bitish o'timiz, yana birini artoq. Kolaning muzga qangan vaqti, dal sizning tartoq kolani seg'ingan vaqtingiz. Abdukerim-ku. Qanitlik va qanitsiz tartoq yurishlik kolalari. Rad qilg'usiz lazzat tartoq kolasi. Voh, ma bo'lga ya. Bu vaqtning sabiy qalbi onaning mehrlik yuragiga tutashi. Talabchan onalarning hamrohi qari ko'z bu vaqtlar sakkisi. Qani kelmamsizlar dedi-da. Behuzur aka dedik. Osh qo'ysak behuzur demak, ay tishingni nargis qilmay tatitib og'ritmadsiz. Yo'q, dengizli bir gapga va. Yap qoldi bu odam. Xudo ko'tir qo'yib. Oludi. Rustam ishimiz tangli qilibmiz-da. Yana aralashdım, şutlu aldı, bizim tanı koyup. Bundalık qarab edi, men maya qarab aldım da. Qarasa, Rustam kontrol qilmoqda o'zi. Be ishking birini yigina. Abi benim yanlara adam qarab emay. Nima yemiz ham sesam, men Petermansga o'xshaydi, ikkita aldim, mantiqsizmi? 3 dan qilvasin, chaka, 3 dollar. Rustam aka bir nan qil 3 mantil qilvasin-chi oda. Baba lag'manda ishkin yigina ash qo'saq demamsizlar hali deb ishki lag'manda chiqarib berdi. Qo'y deb tamoqni yeb, mashinasiga tushdik. Yilqi o'tirish bo'lgan yerga bordik. Sap 20 kishilik bir yozurka, voy parda deganni rangarang esitibdi, jo'zida har xil mevlar, shundoq bir ranglik yilqi so'rinninki qurilmasi. Asli bu dunyo ranglikka. Rustam ishkimiz 15 kun osh yurib, rangsiz bo'libmiz ekan-da.